Bugungi videomizda bo'ladigan modellar Acer Predator Helios Neo 16 modelidan, Asus Gaming Advantage A16 modelidan. Bu Asus Gamingning Neo 5 modeli hisoblanadi. Keyingi modelimiz Lenovo Legion modelidan hamda yana Acer Predator Helios Neo 16 modelidan. Bu Core i9 13-paketlinasi. Oxirgi videomizda kelib beradigan model Acer Nitro V16 AI modelidan. Hamda ikkita PlayStation'imiz ham bugungi video roligimizda bo'ladi. Bugungi video roligimiz odatiy videolarimizga nisbatan sal uzunroq bo'ladi, sababi 7 ta modelimiz bor umumiy hisobda. Shuni hisobiga bugungi videolarimiz sal uzoqroq bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum hurmatli YouTube foydalanuvchilari hamda YouTube kanalimiz obunachilari. Bugungi obzorlarimizni sizlar ham ko'p vaqtingizdan olmagan holda Acer Predator Helios Neo 16 modelidan boshlaymiz. Notebookimizning holatlariga keladigan bo'lsak, juda ham yaxshi, zo'r holatda turibdi. Video davomida o'zingizlar ham ko'rayotgan bo'lsanglar kerak. Notebookimiz ishlab chiqarilishida ikkita materialdan foydalanilgan bo'ladi. Birinchisi to'liq premium plastmassa, ya'ni bu premium plastmassa ichki va tag korpusi shu premium plastmassadan ishlab chiqarilgan bo'ladi. Ust korpuslari esa to'liq juda ham skromniy metallический korpus bilan jihozlangan, to'liq metallический korpusda qilingan bo'ladi. Va qo'shimchasiga hozir shu logoni yoqamiz, shu logosi yonadi, ya'ni Predatorda o'zini firmaning logosi. Buni bemalol dadillarga qarab ranglarini sozlab olsanglar bo'ladi. Notebookimiz qo'shimchalariga keladigan bo'lsak, bu laptopimizda 1608 million rangda yonadigan RGB podsetka keltiruvlari bor. Buni ham bemalol dadillarga qarab Predator Sense programmasi orqali bemalol sozlab olishingiz mumkin. Va laptopimizda boshqa laptoplarda uchramaydigan har xil rejimga o'tkazadigan knopkasi mavjud bo'ladi. Buni bosadigan bo'lsanglar, notebook o'zini har xil rejimga qo'yadi. Masalan, yashil chiqdi, bu eko rejim. Yana bitta bosadigan bo'lsanglar, уже stabilniy rejimga qo'yiladi. Yana ekonomik, уже bunga zaryadga tiqadigan bo'lsanglar, notebookga zaryad ulashinglar bilan turbo rejim yoqiladi. Ya'ni xuddi shu knopkasi qip-qizil bo'lib qoladi. Shundan turbo rejimga o'tganini bilsanglar bo'ladi. Plus shu yerda hozir sizlarga ko'rsataman. Qaysi rejimga o'tkazgan bo'lsanglar, sirazi qaysi rejimdaligini ko'rsatib turadi. Mana xuddi shunaqa bo'lib, bu ham sizlarga bitta foydali ma'lumot bo'ldi deb o'ylayman. Notebookimizni akustika sistemalariga keladigan bo'lsak, to'liq DTS akustika sistemasidan foydalanilgan. To'liq endi konfiguratsiyasi bilan sizlar bilan tanishib o'tamiz. Bu laptopimizda 16 dyuymli QHD 2.5K 240 Hz G-Sync to'liq qo'llab-quvvatlaydigan displeylar joylashtirilgan bo'ladi. Bu displey ayniqsa grafik dizaynerlar va kuchli FPS o'yinlarda o'ynaydigan mijozlarimiz uchun ideal tanlov bo'ladi. Notebookimiz protsessorlari Intel Core i9 14900HX protsessori 24 yadro 32 potok, cache pamyati 36 MB bo'ladi. Boshlang'ich Hz 230 Hz dan max boostda 580 Hz gacha, ya'ni 508 Hz gacha bemalol turbo boostda razgom ola oladi. Tezkor xotiralarga keladigan bo'lsak, bu laptopimizda 32 GB DDR5 5600 chastotali tezkor xotiralari mavjud. Buni yana bemalol 64 GB gacha upgrade, ya'ni kuchaytirish imkoniyati sizlarda mavjud. Doimiy xotiralar esa 512 GB NVMe SSD. Buni yana bemalol bu xotira yetmaydigan bo'lsa, xohlasanglar 4 TB, xohlasanglar 1 TB o'zingizlarni budjetingizlar chiqqancha xotirasini kuchaytirsanglar bo'ladi. Bu xizmatlarimiz ham bizda mavjud. Video kartalariga keladigan bo'lsak, laptopimizda naqd ikkita video karta joylashtirilgan. Birinchi video kartasi Intel UHD, ikkinchi video kartasi Nvidia GeForce RTX 4060 8 GB video kartalari mavjud. Bu video karta bilan, bu protsessor bilan nima ishlarni qila olaman degan mijozlarimiz bo'lsa, bu video karta va bu protsessor bilan va bu model bilan sizlar bemalol 3D Max dan 0 dan to maksimum darajada o'rganishingiz mumkin, grafik dizaynni o'rganishingiz mumkin, kuchli professional darajada, undan tashqari har xil kuchli FPS'li o'yinlarda bemalol maza qilib kamida 100-120 FPS da o'ynashingiz mumkin. PUBG, CS:GO, shunga o'xshash o'yinlarda va Forza Horizon Far Cry ko'p o'yinlarda bemalol o'ynashingiz mumkin. Undan tashqari hozir men aytib o'tmagan barcha soha vakillari uchun laptopimiz to'g'ri keladi. Xoh buxgalter bo'lsin odam, to'g'ri u mijoz, xoh o'qituvchi bo'lsin, xoh o'quvchi bo'lsin, hamma sohaga birdek to'g'ri keladi. Faqat o'zining sohasini professionallari oladigan bo'lsa, bu laptopimizni keyin notebookni to'liq kuchini ishlatish imkoniyati mavjud bo'ladi. Sizlarga to'liq qiziqtirgan hamma ma'lumotni berib o'tib ketdim deb o'ylayman. Agar sizlarda qanaqadir savol qiynalsa bo'lmasa, qanaqadir savolingizga javob olmoqchi bo'lsanglar, shu yerlarda nomer qoldirib qo'yaman. Bemalol adminlarimizga telefon qilib, sizlarni o'zingizlarni qiziqtirgan savolinglarni bemalol berib olsanglar bo'ladi. Agar ma'lumotlar kam bo'lib qolgan bo'lsa, notebookimiz narxiga keladigan bo'lsak, bu laptopimiz narxini aynan YouTube kanalimizda obunachilar uchun hamda YouTube kanalimizni to'liq kuzatib boradigan mijozlarimiz uchun $1199 qilib beramiz. 12 ta viloyat bo'yicha mutlaqo tekin dastavkalari bor. Sizlarga kerakli bo'lgan to'liq hamma dasturlarni o'rnatib berish va drayverlarni sozlab berish, to'liq notebookni soz holatga keltirib berish bizdan bo'ladi. Bu ham besplatniy bo'ladi. Obzorimizdagi ikkinchi modelimiz Asus Gaming A16 Advantage Edition variantidan bo'ladi.
Notebookimizni holatlarini bitta ko'ringlar, juda ham yaxshi, zo'r holatda turibdi. Bu modelimizni boshqa Asus TUF Gaming'lardan birinchi o'rindagi farqi rangida bo'ladi. Rangi shunaqa sahro rangda. Qanaqa rangligini mana shu yerda montajyorimiz chiqarib qo'yadi. Shu taraflama boshqa Asus TUF Gaming'lardan farq qiladi. Bu birinchi o'rinni. Ikkinchi o'rinda bu laptopimizni to'liq bazasi AMD bazasi bo'ladi. Ya'ni bu laptopimiz to'liq video kartasi ham AMD, protsessori ham AMD, to'liq shu AMD bazasida yig'ilgan bo'ladi. Shuning uchun ham nomi Advantage hisoblanadi. Notebookimizni displeylariga keladigan bo'lsak, bu laptopimizda ham 16 dyuymli QHD 2.5K 240 Hz Adaptive Sync displeylari joylashtirilgan bo'ladi. Notebookimiz endi to'liq konfiguratsiyalar bilan sizlar bilan birga tanishib o'tamiz. Notebookimizda AMD Ryzen 9 7940HS protsessorlari joylashtirilgan. 8 yadro 16 potok, boshlang'ich gersi 4.0 Hz dan maksimum 520, ya'ni 502 Hz gacha bemalol turbo booster razgom ola oladi. Tezkor xotirlarga keladigan bo'lsak, ya'ni RAM 16 GB li 4800 chastotali DDR5 bo'ladi. Doimiy xotirlar esa 512 GB li NVMe SSD. Buni bemalol yana 1 TB gacha aytib o'tganimdek byudjetinglardan kelib chiqib bemalol upgrade kuchaytirsanglar bo'ladi. Video kartalari bu laptopimizda ham ikkita. Birinchi video kartasi AMD Radeon 780M, bu standart video kartasi, ekonomli ishlatishgani. Ikkinchi video kartasi esa AMD Radeon RX 7600S 8 GB video xotiralari, ya'ni video kartalari mavjud bo'ladi. Bu laptopimiz kimlar uchun? 3D Max ishlaydigan mijozlarimiz uchun, grafik dizaynerlar uchun, sohasini professionallar uchun, montaj qiladigan mijozlarimiz uchun, After Effects, Premiere Pro, DaVinci'da montaj qiladigan mijozlarimiz uchun ham 100% to'g'ri keladi. Undan tashqari katta FPS o'yladi o'ynaydigan mijozlarimiz uchun ham tavsiya beramiz. Yana hozir aytib o'tmagan barcha soha vakillarimiz uchun ham bu notebookimiz to'g'ri keladi. Har bittasini sanab sizlarda vaqtinglarda olmaylik deb ozma-oz sohalarda aytib o'tib ketamiz. Lekin studentlar ham olib ketsa bo'ladi, buxgalterlar ham, logistika sohasida ishlaydiganlar ham barchaga to'g'ri keladi. Notebookimiz narxiga keladigan bo'lsak, eng qiziq joyi $899. Albatta bu narx xudo xolisa faqat Laptop Store'da obunachilar uchun chiqadi. 12 ta viloyat bo'yicha dastavkalari bor. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi, holatlarni ko'rdinglar. Agar zakaz berishdan oldin yana holatlarni ko'rmoqchi bo'lsanglar, adminlarimizga bog'lanib, Telegramda video yozib orqali ham bemalol holatlarni ko'rsanglar bo'ladi. Notebookimizni ham sizlar uchun olib qo'yamiz. YouTube kanalimizda eng ko'p so'ralgan modellardan biri Lenovo Legion modelidan xudo xolisa obzorlarimizga keldi, sotuvimizga keldi to'g'rirog'i. Holatlari ham juda ham yaxshi, zo'r holatdagisi. Juda ham yaxshi, zo'r holatda turibdi, to'liq. Bu modelimiz ham ishlab chiqarilishida ikkita materialdan foydalanilgan. To'liq ichki tag korpuslari to'liq premium plastmassadan foydalanilgan, ust korpuslari esa to'liq alyumin korpus bilan jihozlangan. Notebookimizning qo'shimchalariga keladigan bo'lsak, bu laptopimizda to'liq oq rangda yonib turadigan podsetka eklenturlari mavjud va bu podsetka eklenturlarini ishlash tezligini, sekinligini, polniy hamma nastroykalarni, zvukovoy nastroykalarni Lenovo Vintage programmasi orqali bemalol sozlasanglar bo'ladi. Bu laptopimizda ham xuddi Acer Predatorga o'xshab orqasi mana shunaqa logosi yonib turadi, skromniy bo'lib oq rangda yonib turadi. Notebookimizni endi to'liq konfiguratsiyasi bilan tanishib o'tamiz sizlar bilan. Bu laptopimizda ham 16 dyuymli QHD 165 Hz 2.5K G-Syncni qo'llab-quvvatlaydigan displeylar mavjud bo'ladi. Endi to'liq protsessorlarni ko'rib o'tamiz. Bu notebookimizda ham Intel Core i9-14900HX protsessorlari joylashtirilgan. 24 yadro 32 potok, boshlang'ich gersi 220 Hz, ya'ni 202 Hz, max boostda 508, ya'ni 580 Hz gacha bemalol razgom ola oladi. Cache pamplariga keladigan bo'lsak, 36 MB lik bo'ladi. Notebookimizda 16 GB li 5600 chastotaga ega bo'lgan DDR5 tezkor xotiralari mavjud. Buni sizlar bemalol 16 GB dan xohlasanglar 64 GB gacha kuchaytirsanglar bo'ladi, xohlasanglar 32 GB gacha kuchaytirish imkoniyati sizlarda mavjud. Doimiy xotirlar esa 1 TB li NVMe SSD. Buni ham byudjetinglar ko'targancha kuchaytirsanglar bo'ladi. Notebookimizning video kartasi ham ikkita. Birinchi video kartasi Intel UHD, ya'ni ekonomli ishlar uchun. Ikkinchi kuchli video kartasi esa Nvidia GeForce RTX 4060 8 GB li video xotiralari, ya'ni video kartalari mavjud. Bu notebookimiz ham 3D Max ishlaydigan mijozlarimiz uchun, kiber xavfsizlikda ishlaydigan mijozlarimiz uchun, undan tashqari katta Adobe After Effects va Adobe Premiere Pro da render qiladigan mijozlarimiz uchun to'g'ri keladi va katta FPS o'yladi ham bemalol maza qilib, har xil FPS-larda o'ynashlar mumkin. Yana men aytib o'tmagan soha vakillari ham bemalol notebookimizni olib ishlatsa bo'ladi. Boshida aytib o'tib ketgan soha vakillari ham bu notebookimizda professional darajada ishlash imkoniyati mavjud bo'ladi.
Notebookimiz narxiga keladigan bo'lsak, notebookimiz narxini YouTube'dagi mijozlarimiz uchun $1099 qilib beramiz. Albatta, YouTube'dan ko'rib chiqadigan bo'lsanglar, bonuslari mavjud. 12 ta viloyat bo'yicha dastavkalari mutlaqo tekin bo'ladi. Obzorimizdagi 4-modelimiz ham Acer Predator Helios Neo 16 modelidan. Notebookimiz holatlari ham juda ham yaxshi, zo'r holatda bo'lib turibdi. Narxlari juda ham bomba narxda chiqadi. Videoda oxirroqda narxlarni aytamiz. Bu notebookimiz ham to'liq ichki tag korpuslari premium plastmassadan foydalanilgan, ust korpuslari esa skromniy metallический korpus bilan jihozlangan bo'ladi. Notebookimiz qo'shimchalariga keladigan bo'lsak, bu notebookimizda ham 1608 million yonadigan RGB podsetka keltiruvlari mavjud. Buni bemalol Predator Sense programmasi orqali DDLga mos rangda, effektda bemalol sozlashinglar bo'ladi. Nafaqat keltiruvchi podsetkalarni, ekran sozlamalarini, kuller sozlamalarini to'liq barcha notebookdagi ishlaydigan hamma qismini sozlasanglar, ya'ni nastroyka qilsanglar bo'ladi. Akustika sistemalariga keladigan bo'lsak, bu notebookimizda DTS akustika sistemasidan foydalanilgan bo'ladi. Birinchi Predatorimizga o'xshab, bunda ham shunaqa rejimlarni almashtiradigan knopkasi mavjud bo'ladi. O'z barcha Predator modellarida bu knopka mavjud. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, har xil o'sha bunga zaryadga tiqqaninglardan keyin, notebookga zaryadga tiqqaninglardan keyin 3-rejimi ochiladi, ya'ni u turbo rejim bo'ladi. Kullerlari ham turbo rejimda ishlaydi, prosessor hamma narsasi turbo rejimda ishlaydi. Bu ham sizlarga foydali ma'lumot bo'ldi deb o'ylayman. Ekran dyumlari bunda ham 16 dyumli, 165 Hz, QHD, G-Sync to'liq qo'llab-quvvatlaydigan displey. Parametrlariga keladigan bo'lsak, protsessor Intel Core i9 13900HX protsessor, 24 yadro 32 potok, cache pamyati 36 MB bo'ladi. Boshlang'ich Hz 220 Hz dan max boostda 570 Hz gacha, ya'ni 507 Hz gacha bemalol razgom ola oladi. Tezkor xotiralari DDR5 16 GB, 5600 chastotida bo'ladi. Doimiy xotiralari 512 GB NVMe SSD. Tezkor va doimiy xotirasini byudjetingizga qarab bemalol kuchaytirsanglar bo'ladi. Video kartalari ham ikkita video karta bo'ladi. Birinchisi ekonomli ishlovchi Intel UHD, ekonomli rejim uchun, ikkinchi video kartasi kuchli ishlovchi, kuchli dasturlar uchun Nvidia GeForce RTX 4060 8 GB video kartalari mavjud. Bu notebookimizni kimlar uchun tavsiya beramiz? Professional montajyorlar uchun, professional kiberxavfsizlik sohasida ishlaydigan mijozlarimiz uchun, 3D Max'da ishlaydigan mijozlarimiz uchun, men aytib o'tmagan barcha soha vakillari uchun tavsiya berib o'tib ketamiz. Undan tashqari FPS har xil o'yinlarda ham maza qilib har xil FPSlarda o'ynasanglar bo'ladi. CS2, Dota, Call of Duty, yana PUBG, shunga o'xshash o'yinlarda ham bemalol o'ynasanglar bo'ladi. Forza Horizon 5, Forza Horizon 6 o'yinlarini ham bemalol har xil nastroykalarda o'ynash imkoniyati mavjud bo'ladi. Notebookimiz narxiga keladigan bo'lsak, notebookimiz narxini YouTube'dagi mijozlarimiz uchun $899 qilib beramiz. Garantiyalari mavjud, 12 ta viloyat bo'yicha dastavkalari bor. Hozirlarga aytilayotgan narx pashti optim narxda bo'lyapti. O'zimiz birinchi qo'lligimiz hisobiga bu notebooklarning narxi arzonroq chiqadi. Garantiyalari ham mavjud bo'ladi. Notebookimizni ham sizlar uchun olib qo'yamiz. Hammani qiziqtirgan, eng ko'p kommentariylarda so'ragan model Acer Nitro V16 sun'iy intellektli AI protsessorligi bo'ladi. 2025-yil sastenalari tiniq holatda turibdi. Juda ham zo'r holatda. Notebookimiz ham korpuslari, tag korpusi metallический korpus bo'ladi, ust korpusi premium plastmassa korpus bo'ladi. To'liq ust korpusi ham premium alyumin korpus bo'ladi. Juda ham skromniy notebook. Oshiqcha gaming elementlari yo'q. Bu modelimizda ham 16 dyumli QHD 2.5K 165 Hz displeylar mavjud. Predatorda displey bilan bir xil bo'ladi. Displey umuman raziyasi yo'q, farqi yo'q. Hatto rejimlarni o'zgartiradigan knopkalargacha farqi yo'q bo'ladi. Narxi buniki hamyonbop chiqadigan model Nitro bo'lgani hisobiga. Podsetkalarida ham katta farqi yo'q. Bunda ham 1608 million rangda yonadigan RGB podsetkalari bor. Dasturiy ta'minoti Predator Sense bo'lsa, bunda Nitro Sense. Imkoniyatlari jihatidan ham pashti bir xil, katta raziyasi yo'q. Endi bu nima deb savol berishinglar mumkin. Mana sizlarga realni ko'rsatib ketaman. Bu dasturiy ta'minot polniy podsetkalarni sozlaydi, ekran dyumlarini, ekran sozlamalarini sozlaydigan, nastroyka qiladigan, kullerlarni sozlaydigan shunaqa dasturiy ta'minoti bor. Bu orqali aytib o'tganimdek, xohlagan rejimlarga qo'yib ishlatsanglar bo'ladi. Kullerlarni har xil rejimga qo'yib ishlatsanglar, bu nastroykasi juda ham ko'p. Buni o'rganaman desanglar 1 soat, 1,5 soatdan oshiq vaqtinglar ketadi. Bemalol notebookni olganingizdan keyin o'rganib olsanglar bo'ladi. Notebookimizda AMD Ryzen 7 260W protsessorlari joylashtirilgan. 8 yadro 16 potok, boshlang'ich Hz 380 Hz, ya'ni 308 Hz dan max boostda 510 Hz, ya'ni 501 Hz gacha
razgom ola oladi. Tezkor xotiralari 16 GB DDR5 5600 chastotida bo'ladi. Doimiy xotiralari 512 GB NVMe M.2 SSD bilan jihozlangan bo'ladi. Notebookimizni Predatordan farqi, bu modelimizda neyron protsessor bor, ya'ni sun'iy intellekt protsessori bor. Shu bilan farq qiladi xolos. Qalinligida farq qiladi. Predator sal bu modelimizga qaraganda qalinroq, bu sal ingichkaroq qilib chiqarilgan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Bemalol oldinglarda olib yurishga ham qulay. Gaming aksessuarlari yo'q, bo'lmasa gaming elementlari yo'q. Video kartalari ham ikkita. Birinchi video kartasi AMD Radeon, ikkinchi video kartasi Nvidia GeForce RTX 5060 8 GB video kartalari mavjud bo'ladi. Bu notebookimizni kimlar uchun tavsiya beramiz? Professional grafik dizaynerlar uchun, professional montajyorlar uchun, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro'da montaj qiladigan mijozlarimiz uchun, 3D Max'da ishlaydiganlar uchun, undan tashqari kiberxavfsizlik sohalarida, dasturlash sohalarida ishlaydigan mijozlarimiz uchun, barchani men aytib o'tib ketmagan soha vakillari uchun tavsiya beraman. O'qituvchi, student, buxgalter, logistika sohasida ishlaydigan mijozlarimiz uchun ham to'g'ri keladi. Notebookimiz qanaqa o'yinlarda o'ynay oladi? Barcha o'yinlarda, har xil sozlamalarda o'ynasanglar bo'ladi. Xohlasanglar CS2, xohlasanglar PUBG, xohlagan o'yinlarda har xil nastroykalarda o'ynay oladi. Agar sizlarga o'yinlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyalarimizga yozib qo'yinglar. Keyingi videoda shu bugungi obzor qilingan notebooklarda sizlar aytgan o'yinlar agar bizda bo'lsa, ustanovka qilib necha FPS beradi, qanaqa nima, shunisini ham ko'ramiz. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldiringlar. Notebookimiz narxiga keladigan bo'lsak, notebookimizning narxini YouTube'dagi mijozlarimiz uchun $899 qilib beramiz. Albatta 12 ta viloyat bo'yicha dastavkalari bor. YouTube'dan ko'rib chiqadigan bo'lsanglar, bonuslarni ham qilib beramiz. Notebookimiz sassenalari tiniq holatda. Notebookimiz 2025 11-oyda ishlab chiqarilgan ekan. Notebookimizni ham sizlar uchun olib qo'yamiz. Videomiz yakunlab beradigan deviceimiz PlayStation 5 Slim Digital Edition variantidan bo'ladi. Yangi 6 oylik garantiyalari mavjud. Sizlar bilan live formatda open box qilamiz. Hop, korobkasining ichidan nima chiqadi? Bu PlayStationga qiziqadigan mijozlarimiz uchun maxsus joystick chiqadi, original DualSense. Yangi, undan tashqari Type-C kabeli chiqadi, joystickni zaryadka qilish uchun hamda ulash uchun. PlayStationda pitaniyasi chiqadi. Bu hozir kerak emas bizga. HDMI kabeli chiqadi. PlayStationimizni mana o'zi chiqadi. Dokumentatsiyalar. PlayStationimizni sizlarga test qilib bergani yoqqanmiz. PlayStationimizning xotiralari 825 GB Slim Digital Edition variantidan bo'ladi. Plus podpiskalari bor, 1 yillik. Hozir plus podpiskasida qanaqa o'yinlar borligini sizlar bilan jonli ravishda ko'ramiz. Xo'p, o'yinlarni birin-ketin ko'rib ketaverasiz. Red Dead Redemption bor, 2 versiyasi, FS 26 bor, FIFA 26 bor, 25 bor, 24 versiyalari bor. Plus obunasi borligini hisobiga har oy bonus sifatida qanaqadir qo'shimcha o'yinlar ham qo'shib berishadi. Internetimiz sekin ishlagan hisobiga pastga tushirib tepaga chiqarish uchun qilyapman, ishlab ketish uchun. Hop, bundan tashqari simulyatorlar bor. Aytgandek, Last of Us 1-2 seriyalari, Marvelda o'yinlari bor, Spider-Man'da hamma seriyasi bor. Undan tashqari Assetto Corsa o'yinlari bor, Uncharted bor. O'zim bilgan o'yinlarda sanab o'tib ketyapman. Simulyatorlar lekin juda ham ko'p. Juda ham ko'p simulyatorlar mavjud. Far Cry'lar qani endi? Far Cry. Mana Far Cry 5, Far Cry 6, Far Cry har xil seriyalari bor. Assassin's Creed'dan keyin lekin. Endi hozir o'zimiz tayyor qilib qo'ygan o'yinlarga keladigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin. FIFA 26 bor, FIFA 25 ham bor, 24 ham bor. Xohlagan seriyalarni bemalol uстановka qilib o'ynasanglar bo'ladi. God of War'ni uстановka qilib qo'yganmiz, Tomb Raider'ni uстановka qilganmiz, Mortal Kombat 1, GTA 5 onlayni, undan tashqari Assassin's Creed Mirage, Spider-Man 2, Red Dead Redemption 2 shu o'yinlarni uстановka qilib qo'yganmiz. Endi bu ko'pchilik mijozlarimiz talaba bo'lgani uchun shu o'yinlarni uстановka qilib qo'yganmiz. Hozir mana shu FIFA ga kirib bitta o'ynab ko'rsatamiz. Bemalol xohlasanglar onlayn, xohlasanglar offlayn o'ynash imkoniyati mavjud. PlayStation 5imiz narxiga keladigan bo'lsak, narxi $599, yangi 6 oylik garantiyalari mavjud va 1 yillik plus podpiskasiga ega bo'ladi. Bu modellarimizdan 2 dona bor.
Yana qaytarib aytib o'tib ketaman. PlayStation 5 Slim Digital Edition 825 GB variantidan ikkalasi xudo xolisa sotuvimizda. Yana kimga qo'shimcha PlayStationga aksessuarlar kerak bo'lsa, aksessuarlarimizdan ham bor. Joystick desanglar, joystick original HyperX Cloud 3 larimiz bor. Bularning narxini ham aytib o'tib ketaman. 1.150 ming so'm chiqadi. Razerlarimiz bor. Ularning narxi 500 ming so'm chiqadi. Shu PlayStation kerak bo'ladigan joysticklar, undan tashqari bu tarafdagi naushnikimiz ham bor. Ular ham bemalol PlayStationga tushadi. Sizlar bilan Muhammad Salim bo'ldi. Sizlar laptop kanalida bo'ldinglar. Manzilimiz yana qayta aytib o'tib ketaman. Manzilimiz Andijon shahri 2-mikrorayon Mashroq ko'chasi 245-uyda joylashgan. 12 ta viloyat bo'yicha mutlaqo tekin dastavkalarimiz bor va Andijon shahrining ichida ham dastavkalarimiz mutlaqo bepul. Uylarda eshigini tagigacha dastavkalarni qilib beramiz.